Xo'p. Ana endi Anaqa o'tamizmi? Albatta, hozir keling shu daqiqada shoirimizdan bitta she'r eshitaylik, jon- chiroyli she'r. jonim Keyin bilan yana jon- qo'shiq eshitib davom etamiz. Judayam yaxshi. Sanjarbek Toshbekov Qo'shilamiz. Mardog'lon davlat mukofoti sohibi, ustozimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Ishqobul Shukurning shogirdlaridan bugungi kunda Ma'naviy hayot jurnalida faoliyat yuritadilar. Faoliyat yuritganda hamki musahhih bo'lib, nafaqat so'zga, balki harflarni terishga ham mana shu yigit mas'ul hisoblanadi. Juda mas'uliyatli kasb, yo'nalish. She'r so'ramoqchiman sizdan, keling mana shunday. Albatta, zo'r qo'shiqlar bo'lyapti. So'zlariga, men so'zlariga e'tibor beraman ko'proq. To'ppa-to'g'ri. Tolibjon aka aytyapti, nega raqsga tushmayapsizlar? Men so'zlarni eshitib tahlil qilyapman. Rostdan ham yuqorida aytilgan qancha qo'shiq bo'lsa, hammasini so'zlari zo'r va yashaydigan qo'shiqlar. Yashab kelayotgan qo'shiqlar kerak Siz bo'lsa. huzurni mana shu so'zlardan olyapsiz, to'g'rimi? Albatta. O'sha so'zlardan, o'sha tashbihlardan, o'sha yo'llaringda ko'zim qoldi, o'sha Andijon tomonlaridagi sog'inch, Bolalikka chipta olganda ham ancha bolalikka o'yladingiz. chipta olish, Kuzatdim. meni onamdan xabar ol, singillarimga qara. Bu mazza. Va so'z odami bo'lganligim uchun o'zimni xoslar davrasida o'tirganimdan juda xursandman. Va ishxonam haqida aytadigan bo'lsam, ikki og'iz, Ma'naviy hayot jurnali bu katta O'zbekistondagi elita jurnallardan biri va bu yerdagi katta maktab. Menga har kunga bir dars, har kunga saboq, chunki o'zbek jurnalistikasidagi hozir katta nomlar hisoblanmish Shodmonqul Salom, Azim Ro'ziyev, Musulmon Namoz, Mahmud Namozovni ukalari. Shu kishilardan har kuni saboq olaman. Ishqobul Shukur. Bu kishilar albatta hayotni pastu balandini ko'rib qo'ygan insonlar va ular kabi bo'lish uchun harakat qilyapman. She'rga o'tamiz. She'rga o'tamiz. Dadamga atab yozgan she'rim bor. Dada so'zini ishlatmasdan yozganman. Qo'yib, Do'stlar, qani. diqqat qilasiz. Qani eshitaylik. Sizlarning mavzularing bu sizlar. Bu tashbih aytmasdan aytish deyiladi. Nihoya. U dastlab do'konda ishlagan. Nam va qorong'uda o'tgan yoz, qishi. Xo'jayin oldida tilni tishlagan, so'ngra uyga qaytgan, og'rib, engashib. Bir kuni hammasi iziga tushar, shirin orzu bilan xayolga botgan. Bu olim bo'ladi, unisi hokim degan orzu bilan tonglari otgan. Tag'in ertalabdan ishga jo'nagan, har kungi yumushni ado etgani, ba'zan kechga qolib zaxda tunagan, ba'zan bilmaganman kelib ketganin. Mudhish davriylikdan chiqmagan aslo, borib kelavergan og'riqli yo'ldan, sanog'ini bilmas qancha devorning ajinlari silliq chiqqan qo'lidan. Ammo orzulari chinga do'nmadi, alam necha bora tildi jonini. Hamon tili qisiq, egik qomati, bu gardun beayov ishti qonini. U yuzma-yuz turar yo'qchilik bilan, hasrati, og'rig'i nigohida jo. Ikki tomon ketgan ikki o'g'li ham, birisi tosh bag'ir, biri besado. Unga dunyo haqida ortiq so'ylamang, dunyo tarjimasi o'lik siyratning. O'g'li hokim bo'ldi so'zga, qayg'uga, olim ham bo'ldi mag'lubiyatning. Rahmat. Ana she'r, ana so'z yuki, ana she'r. Juda ham chiroyli she'r, haqiqatan ijodingizga omad tilayman. Madaxiylarning birorta atadigan so'zni ishlatmadingiz, atadigan so'zni ishlatmadingiz. Yo'q. Zo'r. She'r uchun rahmat aytamiz. Chiroyli she'r.